Amerikani aynan shu madaniyatini yaxshi ko'raman. Amerika imkoniyatli mamlakatidan ko'ra mustaqil insonlar mamlakatiga o'xshaydi. Mustaqillikni Amerikada bolalar 5-6 yoshdan o'rganishni boshlashadi. Moliyaviy mustaqillik esa 12-14 yoshdan tanishtiriladi. Bu madaniyat menga birinchi marta 18 yoshimda Amerikaga kelganimda shok bo'lgan. Chunki bizning madaniyatimizda bolalar 18 yoshdan alohida yashashi kerak degan tushuncha yo'q edi. Shu sababli men o'zim ham mustaqil hayotga tayyor emasdim. Lekin yillar davomida aynan mustaqillik va ajralish, separatsiya menga qanchalik katta mas'uliyatni qo'limga olishimga yordam berganini tushundim. O'z tajribamdan shuni ko'rdimki, 18 yoshgacha moliya, uy va boshqa mas'uliyatlar haqida o'ylamagan odamni erkin suzishga chiqarib yuborsangiz, cho'kib ketmaslik ehtimoli judayam kam bo'ladi. Amerikada o'smir bolalar 16 yoshdan boshlab maktabdan bo'sh kunlari qonuniy ravishda do'kon yoki qahvaxonalarda ishlashlari mumkin. Bu orqali ular erta yoshdan ish mas'uliyati va o'qishni birga olib borishni o'rganishadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mas'uliyatni erta tanishtirgan yaxshimi yoki kechroq?